Endiki xabardan birinchi chисла vatandosh bugun chislaga 2024-yil 2-oyning 12-kuni haftaga dushanba vatandoshim. Endi nima deymiz desiniz, hozir dunyoda 3 ayında, masalan 4 ayında deyli Filipin takım arallar atrafında vaziyet ciddiliği, Tayvan boğazında vaziyet ciddiliği, ameliyatda hozir Avrupa'da Ukrayna urushi, O'rta Sharqda İsrail'e Hamas urushi. Hozir dunyoning vaziyati mushu vaziyat oldida Amerika Qo'shma Shtatlari har birisiga o'z loyig'ida, o'z joyida, o'z vaqtida javob berib keldi vatandoshim. Masalan, hozir Qizil dengizdagi ishlar, Qizil dengizda Iron bilanki bo'lgan munosabatlar va yoki Ironning kuchini bo'ysundirish degandimi, Ironning O'rta Sharqdagi kuchiga zarba berish va buni shikastlantirish. Masalan, Yamandagi Hüseyin qurolli kuchlari degandek. Mushundaq vaziyat jiddilashtirayotgan muhina bir payt hozir Ukraina masalasi qandaq masala bo'lib qoldi desiniz, Ukraina masalasiga G'arb dunyosi beradigan yordamni davomlashtiramdi va yoki to'xtatib qo'yamdi degan gap. Bu Ukraina aytganlar emas, balki Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirdigan mushu urushning keyingi g'alabasi yoki keyingi natijasi. G'alaba deganda kimga mansub bo'ldi? Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin'gami va yoki Ukraina prezidenti Zelenskiymi? Natija g'alaba zodi kimga mansub? Mushundoq do'qolga yetib kelgan bir paytda hozir Ukrainaga yordam berish masalasi bo'yicha xalqaro talash tortish yo'q. Biz o'tgan sizlarga yetkazdik, masalan, Yevropa Ittifoqi 500 million yevro Ukraina harbiy qismlariga yordam berdiganligini dedik. Tünügülləti sizlərə sözlügəllik şeylərimizdə hazır Ukraynada rəhbərlik qatlamını, məsələn, hərbi komandalıq rəhbərlik qatlamını tərtibki sələvatıdı. Bunun orunu da hazır bir Rus milleti yoki Rus etnik qurulmuş bir generalni hazır uruş komandalıq orunuga chiqadi. Hazır bu to'g'rida Ukraynada askeri qismlar ishidimi norozilik bor ekan. O to'g'rida bir ikki jumla u yerdagi bu yer torbetlar yetib keldi. Lekin gapning negizi nada, maqsadning asosi nada degan vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga beradigan yordam masalasida, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi bir qonun loyiha o'tirg'i qo'yib buni ma'qullandi. Orliqda Kengash palatasi ma'qulladi degan edi. Bugun yana bu to'g'rida boshqacha fikr kelyapti. Şu vajdan Ukrayna'nın urush vaziyati zada qandaq bo'ladi degan gap aytamiz. Mesela alayli, dollar üzülüp qalsa Ukrayna mag'lubiyat yo'liga qarab mavzu mavzuli xabar 2-oyning 11-kuni Vanbi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi 100 milliard 180 milyon dollarlik qonun loyihasini inkor qildi. Mushu qonun loyiha davlat majlisi o'tirib qo'yildi, ma'qullash kerak. Lekin bu yerda hozir Kengash palatasi bu qonun loyihasini inkor qildi dedi. Bu qonun loyiha Amerika Meksika chegarasidagi ko'chmanlar masalasiga diqqat bilan qaraydi. Bu qonun loyiha bo'yicha Ukrainaga maddi yordam, harbiy qurollar va yoki dollar bilan yordam beriladi. Bu qonun loyihasi bo'yicha Isroilga yordam beriladi. Qonun loyiha da Ukrainaga berildigan yordam 600 milyon dollar. Mesela Yevropa İttifaqı 500 milyon yevro yordam qildi dedik. Bir hafta ichida yetkazdik. Endi Amerikada bu qonun loyiha davlat majlisida ma'qullansa, vaqtida Ukrainaga bu qatim 600 milyon dollar yordam berilishi kerak edi vatandosh. Lekin bu hozir Kengash palatasi tarafidan bu qonun loyiha inkor qilindi. İnkar qilindi degan gap butunlay inkor qilyapti degan gap emas. Yana muhokama qo'yishi mumkin. Yana muhokama tushishi mumkin, lekin navbatda bu inkor qildi. Bu xabar nada e'lon qilindi? Vanbi torbetida e'lon qilindi. Tahlil qilib New York Vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Amerikaning yordami bo'lmaydi ekan, Ukraina bu yil bir vaqtgacha
çeң tura alışı mümkün. Ondan keyin mag'lub bo'lish yo'li qarapman. Bu New York vaqt gezitining hukm qilishi ekan. Endi pul bo'lmagandan keyin, dollar bo'lmagandan keyin, yordam bo'lmagandan keyin Ukraina bunga bardoshlik berolmaydi deb vatandosh. Hozir Rossiyaga Chaushyan yordam berdigan oshkor bo'ldi. Raketa va tanklar Chaushyanning hozir urush maydoni, Ukraina urush maydoni yetib keldi. Masalan, İran'ın prezidenti Vladimir Putin, yani Rusya Federasyası yordam berishi o aşkar oldu. Onun odamsiz aeroplanı Rusya'ya berilip, Rusya bu aeroplanını Ukrayna urush maydoniga elib keldi. Mushundaq vaqtda Ukraynaga berildigan yordam hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Kengash palatasida qonun loyiha inkor qilindi vatandoshim. İnkor qilindi. Hozir Ukrainada bo'layotgan yana bir ish, masalan, Ukraina prezidenti Zelenskiy harbiy qatlamda, rahbarlik qatlamida hozir o'zgarish hosil qildi. Masalan, general Valeriy Zalojini vazifadan elib tashlan. Bu general hozir Ukrainada qarshi elingan, hem armiya içinde qarshi elingan general ekan, sebebini nima ekanligi aniq emas. Buni elib tashlab turgan dedik-ku. Rossiyalik etnik guruh yoki etnik qon tarkibidagi bir generalni urush maydoniga tayinladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy dedi. Endilikda yana bir mavzu, Prezident Joe Biden Germaniya vaziri Olaf Scholz bilan ko'rishdi. Amerika Davlat Majlisining Ukrainaga yordam berish qonun loyihasini tasdiqlashini o'rtaq murojaat qildi. Mayli Germaniya vaziri, mayli Prezident Joe Biden mush ko'rishish jarayonida Washingtonda sarayda ko'rishdi. 2 oyning 9-kuni. Her iki devlet rehberi, mesela Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlar devlet rehberi mushu ko'rishishda ortak müracaat, yani Devlet Meclisi'ne, Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi'ne ortak müracaat e'lon qilib, Ukrainaga yordam berish to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlashni talab qildi vatandosh. Boshda nima dedik? Kengash palatasi inkor qildi dedik. Endilikda Prezident Joe Biden bilan Germaniya vaziri Olaf Scholz Aqsarayda o'rtaq qoldi, mushundaq taklif qildi, talab qildi, tasdiqlashni. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden ziyoratga yetib kelgan Germaniya vaziri Olaf Scholz bilan ko'rishib, Amerika Davlat Majlisining uzundan davomlashib kelayotgan Ukrainaga yordam berish planini tasdiqlashni o'rtaq murojaat qildi. Agar bu yordam bo'lmaydigan bo'lsa, Ukraina Rossiyaning tajovuzga taqobil tura olmaydi deb ta'kidladi. Prezident Joe Biden bilan Germaniyaning vaziri Olaf Scholz 2 oyning 9-kuni ikki rahbar ko'rishib, yuqorqidek murojaat e'lon qildi. Ammo Qo'shma Shtatlari, kechiringlar, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Ukrainaga yordam berishni rad qilgan bo'lsa, ijtimoiy ishlari sal qarg'anliq bo'ladi deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden. Hozir boshda aytdik-ku, Kengash palatasi rad qildi dedik. Buni endi Prezident Joe Biden shunday dediki, ijtimoiy ishlari sal qarg'anliq bo'ladi deb. Prezident Joe Biden bu kishini cho'chitadigan bir ish, masalan, Kengash palatasining Ukrainaga yordam berish qonun loyihasi tasdiqlanmaganligi kishini cho'chitadigan bir ish deb ko'rsatdi. Germaniya vaziri Olaf Scholz qanday ko'rsatdi? Masalan, muxbirlarni qabul qilish postida muxbirlar shunday ko'rsatdi. Amerikaning yordami bo'lmasa, Yevropaning yordami bo'lmasa, Ukraina davlatni qo'g'dashga chorasiz qoladi. Olaf Scholz Aqsarayda muxbirlarni kutayotganda shunday ko'rsatdi vatandoshlar. Yevropaning yordami, Amerikaning yordamidan ayrilib qolsa, haqiqatan shunday bo'ladi-da. Ukrainaga yordam bo'lmasa qandaqdir? Lekin Ukraina xalqi tushungan dedi-ku. Har bir Ukrainalikning urush safiga kirgan, qatnashgan jangchini har bir Ukrainalikni plat istikamga aylantirdi Rossiyaning tajovuzi dedi.
Prezident Zelenski'ni Ukrayna'nın milli kahramanıga aylandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ga tecavüz kılışı. Uruş Ukrayna halkını tavladı, yetildirdi. Müşterci yetti dedik. Hazır endi yardım bolmasa Ukrayna çaresiz. Bu acayip gap. Hazırki halkara dünya vaziyetinde aytkanda köz kıran vaziyet Ukrayna galba kılışı, Garp dünyası galba kılışı gerek. Avrupa İttifakı ve Amerika Ukrayna uruşu meselesi de galba kılışı gerek vatandaş. Muhbirlarning ziyoratini qabul qilganda Germaniya vaziri Olaf Scholz yaqinda Prezident Vladimir Putinning ziyorat qabul qilgan so'zlagan so'zlarini tanqidlab, o yani Vladimir Putin dedi Olaf Scholz, Germaniya vaziri. Başka devletlerinin teritoriyasını egallashni xiyol qildi. Bu kam ko'tsiz imperializmlik maqsaddir. Bu kanda eşitseniz Amerika Pakistan Nevis'te televizyon kanalında yakında yani ırkçılık degen noktaya nazar bilen o televizyodan çıkarıp etilgen Carl Linson riyasetçi muhbiriydi bu televizyonda Carl Linson tuyuksuzdu Moskova Kreml'ga bölüp Prezident Vladimir Putin bilen görüştü. Prezident Vladimir Putin dedi ki onun koygan sualı mesela Ukrayna'ga tecavüz kılışı degen söz asasıda. Nemiş Ukrayna uruş kıldın? Bunu Amerika halkı bilmeydi. Nemiş Amerika aralışıp aldı bu uruşka? Bunu Amerika halkı bilmeydi. Muşundak mezmunlarda sual koydu. Şu vaxtıda Prezident Vladimir Putin nemi dedi? Ukrayna zemini ezelden tartıp Rusya'nın bir kısmı. Alaşşehir. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Cumhuriyet nemi deydi? Ezelden tartıp Şinjan Cumhuriyeti'nin bir kısmı. Rusya Prezidenti Ukrayna yani Rusya Prezidenti Vladimir Putin nemi deydi? Ukrayna ezelden tartıp Cumhuriyeti'nin Rusya'nın bir kısmı. Geçirenler. Şunu aşı gepni degendikin hazır Germaniya vaziri Olaf Scholz Aksaray'da muşundak deyiş ve ki muşu asası Ukrayna teritoriyasının devlet zeminini besiveliş bu kam kötüsüz. İmperyalizmlik siyasetli ve yeki kam kötüsüz. İmperyalizmlik maksatdır.